Flex loyihasida Amerikaga grant yutib oldi. Undan keyin mana IELTS'larini ham oldi, xudoga shukr. Bu maktabdagi sharoitlar, hamma narsa joy-joyida. O'zim kelib rosa havas qildim. O'zi shunaqa maktablarda o'qitishni juda xohlardik biz ham. Assalomu alaykum opajon. Farzandingiz biz maktabda o'qiydi. Shu maktabga kelish jarayoni haqida gapirib bera olasizmi? Albatta, men Ibrohim va Gulzodaxonda ayalari bo'laman. Rahimov School, Aziz Rahimov maktabini shu internet tarmoqlari orqali ko'rib, o'zida qiziqish bo'lib, shu maktabga grant asosida qabul qilindi. Opajon, Gulzodani 9 yillik maktabini tashlab kelishida qiyinchilik bo'lmadimi? O'zlari rozi bo'lishganmi? Bu maktabdagi adaptatsiya jarayoni, ya'ni ko'nikish jarayoni qiyin kechmadimi? Yo'q, 2 yil 8-9 sinflarda Prezident maktabida o'qidi endi. Undan keyin shu ijtimoiy tarmoqlar orqali mana shu Aziz Rahimov School maktabini ko'rib, shunga qabul bor ekan, grant e'lon qilibdi. Dadajon, ayajon deyishib, mayli qizim topshirib ko'raver. Nasibing qo'shilgan bo'lsa o'qiverasan dedik o'zini harakati bilan. Endi mana shu maktabga topshirdi, grant asosida kirdi endi. Endi mana 9 oy davomida o'qib keldi, mana o'qiyapti. Allohga shukr, ustozlar hammalari yaxshi, bilim berish saviyalari juda zo'r. O'zim kelib rosa havas qildim. O'zi shunaqa maktablarda o'qitishni juda xohlardik biz ham. Rahimov Schoolda boshqa maktablardan farqi, o'qituvchilar jamoasini bilim berish saviyasi ortiq ekan. Ularda bilimi kuchli bilim ekan desam bo'ladi, adashmayman. Bu maktabga kelib qizimda ancha bilimlari, o'qish saviyasi ko'tarildi. Maktabga bo'lgan ishtiyoqi, qiziqishi yana ham ortdi. Har kuni, har hafta kelib o'qib borganda eshigimdan xursand bo'lib kiradi. Bir yangilik, o'zidagi bu yutuqlar, o'qituvchilar jamoasini bir rag'batlantirishi, shular bilan o'zini haligi xursand bo'lib kelib biz bilan o'rtoqlashadi endi ota-onasi bilan. Bu maktabdagi sharoitlar, hamma narsa joy-joyida. Ovqatlari hammalarini o'rniga qo'yishib, tashkillashib berishgan. Gulzoda 6 ariqlik. Hozir maktabda yotoqxonasida turib, shu yerda o'qishadi. Shu o'qish jarayoni, yotoqxonada turish jarayoni qiyin kechmadimi? Sizlarda qanaqadir muammo bo'lmadimi? Yo'q, muammo bo'lmadi. Birinchi yotoq qanaqa bo'lar ekan, dedi tashqaridagi kvartiralardan qidiramizmikin desak, yo'q, rahbarlar o'zi shu yerdan yotoq qilishib, osongina bizga shu nimani sharoit yaratib berishdi. Mana baribir qiz bolani o'zini yotoqxonada turgizish, boshqa o'zlaringda xavotir bo'lgandir, qo'rqinch bo'lgandir. Shuni qanday yengdilaring? Qanaqa ma'lumot berishdimi, nima qilishdi? Xavotir bo'ldi. Keyin o'qituvchilar jamoasidan kelib gaplashib, o'rtoqlashganimizda bular o'sha qizlarga alohida tarbiyachi, o'g'il bolalarga alohida tarbiyachi qilib tayinlashib, bularni o'zlaridan billa qilishib, shu o'zlari nazoratiga olib, ko'nglimiz to'q qilishdi. Keyin bexijolat biz ham yotoqqa ruxsat berdik. Mana Gulzoda biz maktabda 9 oycha o'qidi. Shu 9 oy davomida qanaqa yutuqlarga erishdi? Qizim kelganda boshlanishida o'zi rosa qiziqib keldi bu maktabga. Maktab bo'yicha birinchi o'ringa, oliy o'ringa kompyuter qo'yishgan ekan, sovg'a qilib kompyuterni yutib oldi. Undan keyin endi mana Flex loyihasida Amerikaga grant yutib oldi. Undan keyin mana IELTS'larini ham oldi, xudoga shukr. Yutuqlar zo'r bo'ldi. Maktabimizni boshqa ota-onalarga, boshqa o'quvchilarga tavsiya qilasizmi? Men hamma ota-onalardan Aziz Rahimov maktabiga, Rahimov School maktabiga farzandlarini bilim olish uchun, ta'lim olish uchun olib kelishlarini tavsiya qilaman. Avvalo mana shu qizimni mana shu darajaga yetishiga qo'lidan kelgancha yordam bergan hamma o'qituvchilariga, ustozlariga, maktab jamoasiga, maktab ma'muriyatiga kattadan katta rahmatimni aytaman. Ota-onalar mana shu Rahimov School maktabiga farzandlaringni olib kelib beringlar. Xudo xohlasa sizlarning farzandlaring ham meni farzandimga o'xshab katta yutuqlarga erishadi.